Assalomu alaykum hurmatli brifing kuzatuvchilari. Men Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Karmana tumani bo'linmasi rahbari Rizayev Alhamjon bo'laman. Hurmatli brifing kuzatuvchilari, men 2025-yil 1-chorak davomida Ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. 2025-yil 1-chorak davomida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Karmana tumani bo'linmasi tomonidan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda chorak davomida tumanda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish hamda ijtimoiy ma'naviy muhitni barqarorligini mustahkamlash maqsadida turkum mavzularda, jumladan g'oyaviy tahdidlarning oldini olishda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning ahamiyati, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda ta'lim tashkilotlarining o'rni, bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz, ekstremizm va terrorizm yoshlar kelajagiga tahdid, oila mustahkam qo'rg'on, kitoblar aro 80 kun, jaholatga qarshi ma'rifat, harbiy qismda 1 kun. Biz to'yimizni ixcham va dabdabasiz qilamiz. Harbiy qism hamda zakovat kabi turkum mavzularda 100 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbir hamda 20 dan ortiq davra suhbatlari va 10 dan ortiq seminar hamda bitta festival tashkil etildi. Ularda jami 25 ming nafardan ortiq aholi qamrab olindi. Jumladan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Karmana tumani bo'linmasi hamda Milliy gvardiya boshqarmasi, mahallalar uyushmasi tuman bo'limi hamda tuman ichki ishlar bo'limi, adliya bo'limi, tuman din ishlari qo'mitasi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qarori, ya'ni respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 1-sonli qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida mahallalarda, ta'lim muassasalarida g'oyaviy tahdidlarning oldini olishda mafkuraviy immunitetning shakllantirishning ahamiyati, jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida 50 dan ortiq davra suhbatlari, seminarlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Ularda 10 mingdan ortiq aholi qamrab olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raisligida 2023-yil 22-dekabrda bo'lib o'tgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi 43 ta mahallalarda, ta'lim muassasalarida barchasida kinokarvon loyihasi bo'yicha Qo'rqma, Ilhaq, Unsun, O'zbek qizi, Robert kabi milliy filmlar namoyishi taqdim etildi. Ularda jami 5 ming nafarga yaqin aholi qamrab olindi. Karmana tumanidagi 32 ta maktablarda hamda 43 ta mahallalarda ekstremizm va terrorizm, jamiyat taraqqiyotiga tahdid shiori ostida mahalla aholisi va yoshlar bilan 50 dan ortiq uchrashuvlar va ma'naviy ma'rifiy davra suhbatlari tashkil etildi. Ushbu davra suhbatlarida jami 10 ming nafardan ortiq mahalla aholisi va yoshlar qamrab olindi. Karmana tumanida ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida yilning yanvar oyi boshida 70 dan ortiq korxona va tashkilotlar hamda davlat, nodavlat tashkilotlar bilan PQ 40-sonli qaror, ya'ni ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish maqsadida korxona tashkilotlari hamda Karmana tumani ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi bilan birgalikda o'zaro yo'l xaritalari belgilab tasdiqlab olindi. Ushbu yo'l xaritalari asosida tumanimizdagi korxona tashkilotda ma'naviy ma'rifiy ishlar tizimli amalga oshirib kelinmoqda. Karmana tumanidagi korxona tashkilotlarida ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish hamda davlat tilida ish yuritilishi to'g'risidagi qonunga rioya etilishi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar holatini o'rganish va amaliy ko'maklashish maqsadida ishchi guruhi tuzilib, tumandagi 20 ta korxona, 32 ta maktab muassasa, tashkilot holati o'rganildi. Aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar berib o'tildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Karmana tumani bo'linmasi, tuman Milliy gvardiya, mahallalar uyushmasi tuman bo'limi, 99-368-sonli harbiy qism hamkorligida Vatanparvarlik oyligi doirasida mahallalarda, harbiy qismlarda, oliy o'quv yurtlarida va maktablarda 70 dan ortiq turkum tadbirlar va tanlovlar o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirlarda 2000 dan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Karmana tumanidagi umumta'lim maktablarida hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, tarbiyaviy ishlar natijadorligini hamda ta'lim muassasalari rahbarlarining ish faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida
maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda umumta'lim maktablari direktorlari, maktab ma'naviy-ma'rifiy ishlar direktor o'rinbosarlari uchun Karmana tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari rahbarlari faoliyatini tizimli tashkil etish, muammolar va ularni bartaraf etish, istiqboldagi rejalar mavzusida o'quv seminarlari tashkil etildi. Seminar davomida yoshlarni ma'naviyatni yuksaltirishda ta'lim tashkilotlarining o'rni kabi mavzularida tegishli ma'lumotlar berildi va tavsiyalar, metodik ko'nikmalar o'qituvchilarimizga, mas'ullarimizga yetkazildi. Unda tumandagi 32 ta umumta'lim maktablari direktorlari va o'rinbosarlari hamda 29 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi Davlat tili haqidagi qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining tashqi reklama bozorini tartibga solish to'g'risidagi qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida magistral yo'l ustida joylashgan reklama vositalarini tartibga solish yuzasidan targ'ibot tadbirlari har oyda tizimli, rejali tashkil etib kelinmoqda hamda fuqarolar va tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilib, yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar bartaraf etilmoqda. Jamiyatda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash hamda kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida Yangi O'zbekiston kitob va kutubxonadan boshlanadi. Ma'rifatli ayol jamiyat ustuni, ona kitob o'qisa, kitobxon ona, ma'rifatli ayol kabi targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Tadbirlar davomida oilalarning ma'naviy muhiti barqarorligini, xotin-qizlarning o'rni, yoshlar tarbiyasida og'ishlarga sabab bo'layotgan illatlar, befarqlikning oqibatlari, ma'naviy yuksaklikda kitobxonlikning ahamiyati, milliy qadriyatlarimizning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy jihatlar to'g'risida fikr, mulohazalar berilib o'tildi. Karmana tumani ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi, mahalla xotin-qizlar faollari va Karmana tumani ichki ishlar bo'limi, inson ijtimoiy markazlar bilan hamkorlikda xotin-qizlar, yoshlar va mahalla fuqarolari ishtirokida biz to'yimizni ixcham va dabdabasiz qilamiz shiori ostida to'y va marosimlarni dabdabali va isrofgarchilik bilan o'tkazishni oldini olishga qaratilgan 40 dan ortiq targ'ibot tadbirlari tashkil qilindi. Tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'linmasi, tuman xotin-qizlar bo'limi, tuman mahallalar uyushmasi bo'limi hamda inson ijtimoiy markazi bo'linmasi hamkorlikda mahallalarda kambag'allikdan farovonlik dasturi asosida mahallalarda farovonlik sari ilk qadam ishonch dasturlari doirasida 30 dan ortiq davra suhbatlari va uchrashuvlar tashkil etildi. Ushbu tadbirlar davomida mas'ullar tomonidan aholiga o'z mehnati bilan kambag'allikdan farovonlikka erishgan oilalarning ijobiy natijalari ularga yo'l-yo'riq sifatida aytib o'tildi. Shuningdek, raqamli targ'ibotni rivojlantirish maqsadida tuman bo'linmasining Karmana ko'zgusi Telegram kanali tashkil etilgan bo'lib, hozirda ushbu kanal 2000 nafardan a'zodan iborat. Kanalni tashkil etish va faoliyatini olib borish konsepsiyasi asosida birinchi chorak davomida kun tavsiyasi, kitob tavsiya, foydali mutolaa, qisqa hikoya rukunlari ostida tarbiyaviy ahamiyatga ega insonlarni yaxshilikka, ezgulikka chorlovchi ibratli video, rasm va qisqa matnlar, kitoblar taqdimotlari hamda yurtimizda olib borilayotgan siyosiy ijtimoiy ma'lumotlar yoritib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.